Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Bugun sizlar bilan birga yangi hamkorni ro'yxatini o'tkazishni ko'ramiz. Bo'lmasa boshladik. Mana oldimizda brauzer dasturi ochiq turibdi. Brauzer dasturini manzillar maydoniga o'zimizning login orqali boshlanuvchi URL manzilimizni kiritamiz. Albatta esingizda bo'lsin. Masalan, men ro'yxatni o'tkazmoqchi bo'lsam, men magneto.thwglobal.com deb yozaman. Sizlar esa magnetoni o'rniga o'zinglarni logininglarni yozasizlar. Undan keyin .thglobal.com deb yozib enter tugmasini bosamiz. Ya'ni mana shunda to'g'riroq bo'ladi. Aks holda boshqa kimgadir ro'yxatdan o'tib ketishi mumkin. Va bu yerda e'tiborni qaratadigan joy, o'zingizlarni silkalarni yozgandan so'ng sahifani mana bu joyida presented by joyida Shavkatbek Narqulov turibdi menda. Sizlarda esa o'zingizlarni isminglar va familiyanglar chiqishi kerak. Shunda yangi ro'yxatdan o'tayotgan hamkor, ya'ni foydalanuvchi sizlarning o'sha tarmog'ingizlarda ro'yxatdan o'tadi. Ana endi bu sahifa ochilgandan so'ng keyingi qiladigan ish mana bu joyda joylashgan Register Now buyrug'ini bosamiz. Mana buyrug'ini bosdik. Xo'p, buyrug'ini bosgandan keyin mana bu first name, ya'ni o'sha yangi ro'yxatdan o'tayotgan foydalanuvchining ismi yoziladi. Misol uchun Bahodir. Mana Bahodir. Bu misol uchun Bahodir yozdik. Last name familiyasi Matrasulov yozdik. Ana undan keyin pochtasi, ya'ni Business Angel. Business Angel 07@gmail.com. Username'ga bu yerda o'sha foydalanuvchi o'ziga login tanlaydi. Login misol uchun bu yerda Business Angel, ya'ni Business Angel loginini qo'ydik. Pasportga o'sha Bekovga kirish uchun parol yoziladi. Albatta parolni murakkab parol qo'yishga harakat qilinglar va bu parolni hech kimni ko'z tushmaydigan joyga saqlab biror joyga yozib qo'yinglar. Nimaga deganda, bu parol orqali ofisga kirasizlar, mana shu parol orqali o'sha pullarni yechib olasizlar. Keyingi bu yerda ham parolga mana yozdik, misol uchun Business Angel. Misol uchun mana parol qo'ydik. Ana endi keyingi joy country, ya'ni bu yerga davlat tanlanadi. Ya'ni biz O'zbekiston davlatida yashaganimiz uchun bu yerdan O'zbekistonni tanlaymiz. Mana O'zbekistonni tanlaymiz. Bo'ldi. Mana ma'lumotlar hammasi to'liq kiritilib bo'lgandan so'ng bu yerda register tugmasini bosamiz va natijada yangi hamkor ro'yxatdan o'tadi. Ya'ni bu yerda bitta narsani e'tiborga olish kerak. Yangi hamkorni o'zimizda kompyuterimizda ham o'zimiz o'tkazsak bo'ladi. Faqat undan ma'lumotlarni to'liq olishimiz kerak. Yoki bo'lmasa yangi hamkorga o'zimizni shaxsiy referal silkamizni, ya'ni bu yerda referal silka masalan meniki, mana yuqorida yozganda magneto.thglobal.com, ya'ni mening shaxsiy referal silkam. Ya'ni sizlarniki bo'lsa, sizlarning logininglar .thwglobal.com bu sizlarni shaxsiy referal silkanglar. O'sha silkani ham tanishinglarga jo'natishingiz mumkin. O'sha silka orqali kirgandan keyin tanishinglar xuddi mana shu sahifaga tushadi va o'zi xuddi mana shunday ma'lumotlarni yozib, o'zi ro'yxatdan o'tishi mumkin. Ya'ni register tugmasini bosgandan so'ng ro'yxatdan o'tganligini aytib tabriklaydi. Albatta men bu yerda bosmayman hozir. Nimaga deganda Bahodir ro'yxatdan o'tganiga ancha bo'lgan. Xo'p, rahmat e'tiboringiz uchun, hurmatli hamkorlar. Keyingi mavzularda uchrashguncha